Assalomu alaykum. Efirda Iqtisod 24. Dasturimiz avvalida odatdagidek sharhlarimiz mavzusi bilan tanishing. O'zbekiston ayol tadbirkorlari Hindistonda 13 million dollarlik shartnomalarga erishdi. Ozarbayjondachi? Ozarbayjonning Universal Trade 21 korxonasi bilan 1 million AQSh dollarlik shartnoma imzoladi. Birinchi chorakda yurtimiz yalpichki mahsulotida qanday o'zgarishlar kuzatildi? Ekspert tahlili. Prognoz natijalariga ko'ra, birinchi yarim yillikda O'zbekiston yalpichki mahsulot hajmi 6,7% ga o'sishi kutilmoqda. Iqtisodiy dayjest. Markaziy bank asosiy stavkani yillik 14% darajasida o'zgarishsiz qoldirdi. Iqtisodiy reyting. Hududlar kesimida tashqi savdo aylanmasi Toshkent shahrida 8 milliard dollarni tashkil etdi. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, so'nggi paytlarda O'zbekiston va Yevropa mamlakatlari o'rtasidagi muloqotlar o'zaro bordi-keldilar nihoyatda faollashdi. Dastlab Vengriya, Sloveniya, Italiya, mazkur haftada esa Slovakiya va Bolgariya bilan hamkorlikning yangi bosqichiga qadam qo'yildi. Diqqat qiling, yuqorida zikr etilgan mamlakatlar o'ziga to'q, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yaxshi rivojlangan. Yana bir o'xshashligi, ularning barchasi biz bilan munosabatlarni yanada rivojlantirishdan manfaatdor. Chunki O'zbekistonning tinch va barqaror taraqqiyoti deyarli har jabhada bo'y ko'rsatayotgan islohotlar samaralarini bugun barcha ko'ryapti va kuzatyapti. Jozibador hamda istiqbolli bozor esa har doim pul tikish uchun ana shunday qulay sharoitni ko'zlab yurgan sarmoyadorlar uchun ayni muddaodir. Albatta bunday vaziyatda aloqalarni rivojlantirishda har bir tomon birinchi galda o'z milliy manfaatlari nuqtai nazaridan ish tutadi. Mazkur haftada bo'lib o'tgan O'zbekiston prezidenti va Slovakiya hamda Bolgariya rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvlarida muzokaralarga ayni rakursdan yondashildi. Muloqotlar natijasi o'laroq Slovakiya bilan strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya va yana bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Va ular tovar ayirboshlashni ko'paytirish, eng avvalo o'zaro yetkazib berilayotgan mahsulot turlarini kengaytirishni ko'zda tutadi. Masalan, O'zbekistondan to'qimachilik, qishloq xo'jaligi, elektrotexnika, kimyo mahsulotlari, polimerlar, Slovakiyadan esa kauchuk, avtomobil qismlari, farmatsevtika va boshqa sanoat tovarlarini yetkazib berish shular jumlasidan. O'z navbatida Bolgariya bilan ham istiqbolli kelishuvlarga erishildi. O'zaro savdoning o'sishini rag'batlantirish maqsadida poytaxtlarda savdo uylarini ochish, laboratoriyalarni akkreditatsiyadan o'tkazish va imtiyozli kredit liniyalari ajratish to'g'risida qaror qabul qilindi. Agrosanoat majmui va oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika, geologiya, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va IT, turizm sohalarida qo'shma loyihalarni ilgari surish ustuvor yo'nalish sifatida qayd etildi. Biz oliy darajadagi muzokaralar natijalari hamda ahamiyati xususida ko'proq ma'lumot olish maqsadida studiyaga ekspert taklif qilganmiz. Suhbatdoshim Sobirjon Hoshimov, iqtisodiyot bo'yicha falsafa fanlari doktori. Demak, bo'lib o'tgan oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralar natijalari, istiqbollari xususida tahlillaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. 8-9 iyun kunlari mamlakatimizda Slovakiya bosh vaziri Robert Fico janobi oliylarining tashrifi kuzatildi. O'zbekistonning Slovakiya Respublikasi bilan muloqotlari 93-yil 1-yanvardan boshlangan bo'lsa-da, umumiy global formatlar soyasida qolib ketgan edi. Lekin oxirgi yillarda Yevropa ittifoqi va Yevropa ittifoqi davlatlari bilan Markaziy Osiyo respublikalarining o'zaro savdo iqtisodiy aloqalarini rivojlanganligini kuzatyapmiz. Yevropa ittifoqining O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida Rossiya va Xitoydan keyin 3-o'rinni egallab turibdi. Slovakiya Respublikasi bu markaziy Yevropa davlati hisoblanadi. Asosan O'zbekiston bu Yevropa ittifoqi davlatlaridan ko'proq yangi texnologiyalar va albatta xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni ko'zlagan bo'lsa, o'z navbatida Yevropa ittifoqi davlatlari O'zbekistondagi mana shu mineral resurslar, O'zbekiston orqali demak Osiyoning boshqa bozorlariga chiqish va O'zbekistonda o'sha mahalliylashtirish va boshqa strategik bozorlarga qiziqish bildirmoqda. Bundan tashqari ushbu oliy darajadagi muzokaralarda O'zbekiston Slovakiya davlatlarining ikki tomonlama manfaatlarini hisobga oluvchi kelishuvlar imzolandi. Asosan O'zbekiston bu davlatlarga to'qimachilik sanoati mahsulotlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qiladigan bo'lsa, Slovakiya davlatidan esa avtomobil ehtiyot qismlari, sanoat mahsulotlari eksporti va asosiy e'tibor o'sha zamonaviy texnologiyaga qaratilgan.
Ushbu davlat bilan O'zbekiston yirik venture fondlarini tashkil etish bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. Joriy yilning 10-iyun kuni demak Bolgariya prezidenti Rumen Radevning tashrifi ham kuzatildi va mamlakatimiz rahbari bilan Bolgariya prezidenti o'rtasida ham uzoq muddatli savdo, iqtisodiy, madaniy aloqalar bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. Bugungi kunda O'zbekiston Bolgariya qo'shma korxonalari soni iqtisodiyotimizda 30 dan ortiq korxonalarni tashkil qiladi. Ikki tomonlama manfaat shundan iboratki, biz bevosita demak Bolgariyaga to'qimachilik sanoat mahsulotlari yoki boshqa sanoat mahsulotlarining eksporti va ayniqsa xorijiy zamonaviy texnologiyalar va bevosita o'sha xorijiy investitsiyalar, ya'ni moliyaviy resurslarni jalb qilishdan ko'proq manfaatdor bo'ladigan bo'lsak, bu Yevropa ittifoqi davlatlari O'zbekistondagi qulay investitsion sharoitlardan foydalangan holda samarali investitsiya loyihalariga mablag' kiritishdan katta manfaatdor hisoblanadi. Voqealar rivojidan kelib chiqib turib shunday bir xulosa qilishimiz mumkin. Vaqti kelib O'zbekiston Yevropa va Osiyo ikki mintaqa o'rtasida bir qandaydir iqtisodiy hab vazifasini o'taydigan darajaga yetishi mumkinmi? Albatta, O'zbekistonning uzoq muddatli strategiyasi ham asosan shu maqsadni ko'zlaydi. Tarixdan ma'lum, O'zbekiston o'sha Buyuk Ipak yo'lining markazida joylashgan va Sharq va G'arbni bog'laydigan yirik savdo iqtisodiy region bo'lgan. O'zbekistonda bunga demak ichki va tashqi salohiyati yetarli. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda davlat rahbarimiz tomonidan mamlakatda qulay investitsiya muhitini yaratish borasida juda katta sa'y-harakatlar qilinyapti. Chunki xalqaro kapital migratsiyasi deymiz. Xalqaro kapital migratsiyasida asosiy o'rinni bu investitsiyalar va xalqaro kredit mablag'lari egallaydi. Shuning uchun har qanday davlat singari O'zbekiston ham bugungi kunda tashqi kapital resurslarga ehtiyoj sezadi va tashqi kapital resurslar evaziga plus ichki potensialdan foydalangan holda demak iqtisodiy taraqqiyotga erishish mumkin. Slovakiya hamda Bolgariya yetakchilarining tashriflariga uyg'un ravishda poytaxtimiz yana bir muhim iqtisodiy anjumanga mezbonlik qildi. Xabaringiz bor, Toshkentda an'anaviy xalqaro investitsion forum bo'lib o'tdi. Tadbirning bu galgisi har jihatdan ishtirokchilar sonining juda ko'pligi va geografiyaning kengayganligi, turli yo'nalishlar bo'yicha seksion muloqotlar va ko'rgazmalar tashkil etilganligi bilan farq qildi. Bunday platforma mutaxassislar fikricha xalqaro iqtisodiy diplomatiyani rivojlantirish, o'zaro hamkorlikni mustahkamlash va kengaytirishning samarali maydonchasi sifatida katta ahamiyat kasb etdi. Forumda yetakchi xalqaro investorlar, davlat tashkilotlari, moliya institutlari va biznes vakillarining qatnashgani muhokamalarda yuqori darajadagi professional muhitni shakllantirdi. Forum doirasida umumiy qiymati 30,5 milliard dollarlik investitsiya va savdo bitimlari imzolandi. Eslatib o'tamiz, avvalgi anjumanda bu ko'rsatkich 26,6 milliard dollarga teng edi. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizning tez rivojlanayotgan sarmoyaviy mintaqa sifatidagi imijini yanada mustahkamladi. Biz ayni masalada ham ekspertga yuzlanamiz. Mazkur investitsion forumda ko'zlangan natijalarga erishildi deb ayta olamizmi? Bu investitsiya forumi oldingi forumlardan albatta o'zining ko'lami, masshtabi, ishtirokchilar soni va kelishilgan, imzolangan investitsiya shartnomalarining qiymati bilan ajralib turadi va salmoqli. Bundan tashqari ushbu forumda dunyoning turli mintaqalaridan Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Osiyo, Yevropa ittifoqi va Afrika mintaqalaridan juda ko'plab delegatsiyalar ishtirok etdi. Jumladan 8,000 dan ortiq delegat va dunyoning 97 mamlakatidan qariyb 3,000 mehmonni o'zida jamladi. Ushbu forumda mana ikkita mamlakat rahbari, Slovakiya bosh vaziri Robert Fico, Bolgariya prezidenti Roman Rudev va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti va yangi rivojlanish banki prezidentlarining qatnashganligi ushbu forumning global miqyosda katta ahamiyat kasb etishini bildiradi. Mamlakatimizda 12,000 kvadrat maydonda 100 dan ortiq mahalliy ishlab chiqaruvchilarning sanoat ko'rgazmasi tashkil etildi. Va ko'rgazmaga har kuni mana 2,000 dan ziyod ishtirokchilar qatnashdi. Bundan tashqari o'nlab mamlakatlardan tashrif buyurgan 156 nafar mana spikerlar, investorlar 36 ta panel sessiyalarida o'sha B2B yoki B2G formatlarida muzokaralar olib borishdi. Demak, biznes uchun biznes va yana bitta yangiligimiz o'sha xorijiy xususiy investorlarning davlat muassasalari bilan o'zaro muzokaralari bo'lib o'tdi. Oldingi forumlardan farqli tomoni 30 milliard dollarlik investitsion kelishuvlar imzolandi. Mamlakatimiz prezidenti bu forumda
ikkita yig'ilishda, ya'ni dastlab ochilish marosimida va undan keyin xorijiy investorlar kengashi yig'ilishida ham bevosita ishtirok etdi va to'g'ridan to'g'ri xorijiy investorlar bilan muloqot olib bordi. Dastlabki ma'ruzada asosiy e'tibor O'zbekistonning o'sha uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlaydigan strategiyalarida asosan 4 ta yo'nalishga e'tibor qaratildi. Dastlab birinchi yo'nalish bu yashil iqtisodiyotga o'tish modeli. Bu yerda demak mamlakatda elektr energiya quvvatlarini yildan yilga oshirib borish, ayniqsa umumiy elektr quvvatlarida qayta tiklanadigan energiya manbalarini salmog'ini oshirish. Masalan, bugungi kunda qayta tiklanadigan energiya manbalarining umumiy energetikada 9-10% ni tashkil qiladi. 2030-yilga borib biz bu ko'rsatkichlarni 40-50% ga yetkazishimiz kutilyapti. Ikkinchi yo'nalish bu raqamli texnologiyalar va IT sohasi, ya'ni sun'iy intellektni rivojlantirish bo'lyapti. Oxirgi yillarda mana O'zbekiston IT sohasi xizmatlar bozorini mana $1 milliard yetkazganligi yoki mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan sun'iy intellekt sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni aytib o'tishimiz mumkin. Va uchinchi katta yo'nalish bu moliyaviy texnologiyalar sohasini rivojlantirish. Demak, O'zbekistonda Xalqaro valyuta fondi va boshqa moliyaviy institutlar yordamida O'zbekiston moliya tizimi bir isloh qilindi desak bo'ladi, tahlil qilindi va natijada O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki huzurida kiberxavfsizlik va moliyaviy texnologiyalar platformalari ishlab chiqilyapti. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekistonda mineral resurslar zapasi bugungi kunda $3 trillion qiymatda deb baholanmoqda va bugungi kunda xalqaro tashkilotlarni va xususan xorijiy investorlarni bu mineral resurslarni qidirib topishdan tortib to tayyor mahsulot qilib eksportga chiqarish masalalari qiziqtiryapti. Joriy forumda xorijiy investorlar tomonidan 40 dan ziyod takliflar qabul qilindi. Ayniqsa mana investitsiya sohasida demak soliq ma'murchiligida yangi o'zgarishlar qilish masalasi yoki investitsiya faoliyatiga to'g'ridan to'g'ri qonunlarni amalga kiritish va uchinchisi infratuzilma loyihalariga xususiy sektor mablag'larini jalb qilish shu masalani asosini tashkil qiladi. Batafsil tahlillaringiz uchun rahmat. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz. O'tayotgan hafta davomida o'zbekistonlik ishbilarmon ayollar Hindiston va Ozarbayjonda bo'ldilar. Muhimi, ushbu safarlar yangi hamkorlik kelishuvlari bilan yakunlandi. Masalan, ayol tadbirkorlarimiz Hindistonda $13 million shartnomalarni imzolashdi. Albatta, bu kabi sa'y-harakatlar zamirida yurtimizda ayollar tadbirkorligining har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotgani yotadi. Lobar Mirsotova aniq misollar asosida mavzuga kengroq to'xtaladi. Inson orzusi qanoti bilan emas, iroda bilan uchadi. Bugun ana shu iroda ayol tadbirkorlarga yanada shijoat, kuch bag'ishlamoqda. Davlat esa orzular ro'yobga chiqishi, yurtimiz ayollarining salohiyati, bilimi, mehnatini butun dunyo tan olishi uchun barcha sharoitlarni yaratmoqda. Shu sababli ham ayol tadbirkorlar bugun nafaqat mahalliy bozorni, balki jahon iqtisodiyoti sahnasini ham ishonch bilan zabt etmoqda. Hafta boshida bir guruh ishbilarmon ayollar Hindistonda xizmat safarida bo'lishdi. Qadimiy an'analar va zamonaviy sanoat uyg'unlashgan mazkur yurtda bir qator muhim biznes tadbirlar, forumlar va B2B uchrashuvlar tashkil etildi. Ularda tadbirkor ayollar hindistonliklar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishga erishdilar. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan 200 dan ortiq ishbilarmonlar bilan muloqotlar olib borildi. Ozarbayjon madaniyatni qadrlaydigan, iqtisodiy rivojga intiluvchan davlat. 10-12 iyun kunlari Baku Expo markazida Turkiy davlatlarning ikkinchi savdo va sarmoyaviy hamkorlik ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Bizning korxona tayyor trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarib, MDH davlatlariga eksport qilish bilan shug'ullanadi. Forum birinchi kunidayoq Ozarbayjonning Universal Trade 21 korxonasi bilan $1 million shartnoma imzoladik va bu shartnoma doirasida yaqin 10 kunlikda birinchi eksportimizni Ozarbayjonga Baku shahriga amalga oshiramiz. Bunday shartnomalar, bunday imkoniyatlar biz ayol tadbirkorlarni o'z ustimizda ishlashga chorlaydi albatta va mahsulotlarimizni sifatini kengayishga, dunyo bo'ylab o'zbek mahsulotini, milliy brendlarimizni tanishtirishga, targ'ib qilishga ko'maklashadi. Ko'rgazma pavilyonida yurtimizdagi 50 dan ortiq mahalliy korxonalar elektrotexnika, farmatsevtika, to'qimachilik, charm poyabzal ishlab chiqarish, mebel, agrosanoat, zargarlik va ipakchilik kabi tarmoqlarda o'z mahsulotlarini namoyish etishdi. Bu yerda ham yurtdosh ayollarimiz tomonidan taqdim etilgan mahalliy brendlar, turizm, hunarmandchilik sohalari bo'yicha loyihalar xalqaro hamkorlikka yo'l ochdi. Davlatimiz rahbari Andijonga tashriflari doirasida zargarlik bo'yicha klasterni tashkil etilishi va ochilishida shaxsan o'zlari ishtirok etgan edilar va u yerda ularga aniq vazifa qo'yilgan edi. Mana bugun andijonlik tadbirkorimiz Ozarbayjonning eng tajribali
zargari hunarmandlari, ishlab chiqaruvchilari bilan 10 million dollarlik shartnoma tuzishga erishdilar. Ozarbayjon va O'zbekiston hunarmandchiligini uyg'unlashtiruvchi yangi bir loyihalarni joriy etish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Mazkur safarlar tadbirkorlar uchun yangi biznes aloqalarini o'rnatish, milliy mahsulotlarimizni eksportga chiqarish hamda turkiy mamlakatlar bilan iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyat bo'ldi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ekspertlari nowcasting metodi orqali joriy yilning birinchi yarmida mamlakat yalpi ichki mahsulot prognozini tahlil qildilar. O'rganishlarga ko'ra, yalpi ichki mahsulot 6.8% ga o'sgan. Shu o'rinda nowcasting usuliga to'xtalib o'tamiz. Ma'lum qilinishicha, mazkur tadqiqot keng qamrovli ma'lumotlar bazasi, iqtisodiy tendensiyalar va asosiy tarmoqlar rivojini ko'rsatuvchi indikatorlar tahliliga asoslanadi. Prognoz natijalari xususida esa navbatdagi sharhimizda so'z yuritiladi. Iqtisodchilarning ta'kidlashicha, joriy yilning birinchi yarmida O'zbekiston iqtisodiyoti doimiy tashqi xavf-xatarlar fonida barqaror va muvozanatli o'sishni namoyish etmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yanvar-mart oylarida mamlakat yalpi ichki mahsuloti 6.8% ga o'sgan. Asosiy rivojlanish drayverlari sifatida xizmatlar, sanoat va qurilish sohalari qayd etildi. Jumladan, sanoat mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi 6.5% ga oshdi. Qurilish ishlari hajmi 10.8% ga, bozor xizmatlari 12.6% ga, chakana savdo aylanmasi 9.5% ga oshdi. Aholining umumiy daromadlari esa 9.8% ga o'sdi. Birinchi chorakdagi yana bir muhim o'sish omillaridan biri, demak, investitsiya faolligini saqlanib qolganligi bo'ldi. Birinchi chorakda asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 7.9% ga oshdi. Shuningdek, tashqi iqtisodiy faoliyatda ham yuqori faollik saqlanib qoldi. Shuningdek, joriy yilning aprel oyida ekspertlar tomonidan baholangan ishbilarmonlik faolligi indeksi mart oyiga nisbatan 9.9% ga hamda o'tgan yilning aprel oyiga nisbatan 22.3% ga oshdi. Jumladan, yanvar-aprel oylarida tashqi savdo aylanmasi 16.3% ga oshib, 24.6 milliard dollarga yetdi. Bunda eksport hajmi 35.1% ga oshib 11.9 milliard dollarga yetgan bo'lsa, import bor yo'q 2.9% ga oshdi. Buning natijasida mamlakatimizning tashqi savdo balansi, manfiy saldosi o'tgan yildagi 3.6 milliard dollardan 846 million dollargacha qisqardi. Yuqorida sanab o'tilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar, shuningdek investitsion va tashqi iqtisodiy faoliyatdagi faollikni hisobga olgan holda Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan 2025-yilning birinchi yarmidagi O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi prognoz qilindi. Prognoz natijalariga ko'ra, birinchi yarim yillikda O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi 6.7% ga o'sishi kutilmoqda. Prognoz diapazoni 6.5% dan 6.8% gacha bo'ladi. Shu o'rinda xalqaro baholash mezonlariga ham to'xtalsak, aniqrog'i xalqaro moliya institutlari ham O'zbekiston iqtisodiyotida 2025-yilda barqaror o'sishni kutmoqda. Jumladan, Osiyo taraqqiyot banki o'zining aprel oyidagi hisobotida mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti o'sishini 6.6% darajasida bo'lishini bashorat qilgan edi. Shuningdek, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki joriy yilda iqtisodiyotimiz 5.9% ga o'sishini prognoz qilishgan. Umuman olganda, milliy va xalqaro baholashlar bir-birini to'ldiradi va 2025-yilda mamlakatimiz iqtisodiyotining yuqori o'sish salohiyatini tasdiqlaydi. Yil boshidan buyon dunyo valyuta bozorida dollar indeksi tushib bormoqda. Oltin narxining o'sishi esa O'zbekistonga eksportdan valyuta tushumlarini ko'paytirgan. Shu bilan birga pul o'tkazmalari ham sezilarli o'sgan. Bu o'z navbatida milliy valyutamiz so'mning mustahkamlanishiga imkoniyat yaratmoqda. Ayniqsa, mazkur hafta o'rtalarida dollarning arzonlashishi 1.8% ni tashkil etib, so'nggi 8 oy ichidagi minimum darajani qayd etgan. Milliy valyutamiz qiymatining muvozanatli o'sishi bu albatta iqtisodiy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. Xo'sh, valyutamiz mustahkamlanishi yana davom etadimi? Sohiba Toshqulova o'z sharhida ekspertlar tahlillari asosida valyuta bozoridagi jarayonlar xususida so'z yuritadi. So'nggi oylarda xorijiy valyutalar kursining pasayishi va milliy valyutamiz so'mning mustahkamlanishi mavzusi iqtisodiy muhokamalar markazida bo'lib turibdi. Xususan, o'tgan 2 haftada so'm dollarga nisbatan 2% ga mustahkamlanib, 1 AQSh dollari 265 so'mga arzonlashgan. Eng past ko'rsatkich 12-iyun sanasida qayd etilgan bo'lib, aksariyat tijorat banklarida 1 AQSh dollari 12.646.56 so'm qiymatida sotilgan. Iqtisodiy tahlillarga ko'ra, bu yil boshidan buyon dollar kursi arzonlashishining eng minimum ko'rsatkichi
bo'lib, pasayish 1.8% ni tashkil etgan. So'mning mustahkamlanishi bilan bog'liq o'zgarishlarni tahlilchilar bir qator omillar bilan izohlashmoqda. Xususan, xalqaro valyuta bozoridagi tebranishlar, mamlakatimiz eksport tushumlarining ko'payishi, transchegaraviy pul o'tkazmalarining ortishi hamda turizm mavsumining faollashishi yetakchi sabablar sifatida ko'rsatilgan. Qanday omillar orqali vujudga keldi desak, o'sha hamkor mamlakatlarning ham valyutalarini qadrini oshishi va buning natijasida O'zbekiston Respublikasiga pul o'tkazmalarining hajmini oshishiga. Agar biz oxirgi davrga, ya'ni o'tgan shu davrga mos holda qaraydigan bo'lsak, 32% ga pul o'tkazmalarining oshganligini ko'rishimiz mumkin. Dunyo bozorida oladigan bo'lsak, oltinga bo'lgan talab oshyapti. Asosiy oltinni eksport qiluvchi davlatlar hisoblanganimiz uchun biz o'sha oltin narxini oshishi natijasida biz demak oltin sotish natijasida kelayotgan valyuta zaxiralarimiz ham oshib boryapti. Ma'lumotlarni qaraydigan bo'lsak, bizni demak o'sha oltinni eksport qilishdan tushgan demak tushumimiz 5.6 milliard dollarni tashkil etyapti. Bu degani demak valyuta zaxiramiz demak mana shunchaga ko'paydi degani. Bu valyuta zaxiralarining oshishi albatta o'z navbatda so'mni demak mustahkamlanishiga, barqarorligiga xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda eng asosiy omillardan yana bittasi tashqi savdo. O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni chetga eksport qilish. Qachonki biz importga nisbatan eksport hajmini oshiradigan bo'lsak, valyuta tushumlari o'z-o'zidan ko'payadi va milliy valyuta kursini sotib olish qobiliyati mustahkamlanadi va barqarorlashadi. Valyuta kurslaridagi o'zgarishlar bozor kayfiyatiga ham ta'sir qilmoqda. Ayrim import mahsulotlari narxi sezilarli darajada tushib, aholida xarid qobiliyati oshganiga qaramay, bu o'zgarishlar hisob-kitoblarni xorijiy valyutada amalga oshiradigan tadbirkorlar hamda shaxsiy pul zaxiralarini dollar kursida saqlayotgan yurtdoshlarimizni biroz xavotirga qo'ymoqda. Bu jarayonlarni bizni aholimiz yoki tadbirkorlarimiz uchun qanday ta'sir bo'ladi deydigan bo'lsa, birinchi navbatda men aytishim mumkinki, aholimiz shu kungacha dollar kursi o'sgan paytda o'zini jamg'armalarini asosiy valyuta, qattiq valyuta sifatida dollarda saqlashni istardi. Endi dollar kursi pasaygandan keyin dollarda saqlashdan manfaat bo'lmaydi va keyingi paytdagi ham o'sha o'zgarishlarni ko'radigan bo'lsak, aholimiz asosiy jamg'armalarini so'mda shakllantira boshlayapti. Mana bu banklarni misolda oladigan bo'lsak, banklarimiz o'sha milliy valyutadagi depozit siyosatida yuqori foizlarda daromad to'laydi. Bu dollarga nisbatan ancha yuqori bo'lgani uchun endi aholi o'z navbatida dollarga emas, so'mdagi zaxiralarga qiziqishi orta boshlaydi. Bu banklar uchun nima beradi? Banklar uchun resurs baza oshadi. Resurs baza oshgandan keyin o'z navbatida nima? Tadbirkorlik subyektlari uchun arzonroq demak kredit resurslarini yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chet el valyutasini tushishi yoki o'sishi faqat O'zbekiston Respublikasining iqtisodiyotiga bog'liq emas. Bu o'sha xalqaro darajada jahon qiyosida bo'ladigan o'zgarishlarga bog'liq. Agar ko'rsatkichlarimiz mana shunday davom etadigan bo'lsa, milliy valyutani mustahkamlanishini biz davom ettirishimiz mumkin. Bu yerda albatta Markaziy bankning ham roli katta. Narxlarni barqarorligini ta'minlash Markaziy bankning asosiy maqsadlaridan bittasi. Shundan kelib chiqqan holda inflyatsiyani jilovlash, ya'ni inflyatsion target tizimiga o'tish orqali o'sha inflyatsion maqsadli ko'rsatkichlarga erishish. Agar shunga erishadigan bo'lsak, Markaziy bank tomonidan belgilangan ko'rsatkichga milliy valyutaning barqarorligi mustahkamlanadi va o'sha milliy valyutaga bo'lgan ishonch oshadi. Global Soft Power Index 2025 hisobotida O'zbekiston mamlakat brendi eng tez o'sib borayotgan 3 ta davlatdan biri sifatida qayd etildi. Ushbu reyting dunyo miqyosidagi nufuzli Brand Finance tashkiloti tomonidan e'lon qilinadi. O'zbekistonning ushbu reytingdagi muvaffaqiyati barcha sohalarni qamrab olgan samarali ichki islohot, xalqaro maydonda tobora ko'proq e'tirof etilayotgani, investorlar va xalqaro hamkorlar uchun yanada jozibali davlatga aylanib borayotgani kabi omillar bilan izohlangan. O'zbekiston sayyohlik rekordini yana yangiladi. May oyi yakunlariga ko'ra yurtimizga taxminan 1.1 million nafarga yaqin turist kelgan. Ko'rsatkich aprel oyi natijalaridan yuqori bo'lib, o'shanda ilk bor 1 milliondan ortiq xorijiy mehmon qayd etilgan edi. Bunday ijobiy o'sish turizm sohasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, investitsiyalarni faol jalb etish, vizasiz rejimning kengayishi, shuningdek xalqaro turistik ko'rgazma va forumlarda ishtirok etish samarasi sifatida baholanmoqda.
Milliy statistika qo'mitasi tomonidan tashqi savdo aylanmasi yuqori bo'lgan hududlar ma'lum qilindi. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida hududlar kesimida tashqi savdo aylanmasi hajmi bo'yicha birinchi o'rinni 8 milliard dollar bilan Toshkent shahri egallagan. Undan keyingi o'rinlardan biri 8 milliard dollar bilan Toshkent viloyati, biri 2 milliard dollarni qayd etgan Buxoro va Samarqand viloyatlari reytingning 3 va 4 o'rinlaridan joy olgan. O'zbekistonda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar soni so'nggi 5 yilda 1.3 barobarga oshgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, shu yilning 1-may holatiga ko'ra yurtimizda chet el kapitali ishtirokida 4 dan ziyod qo'shma va qariyb 12 mingga yaqin to'liq xorij sarmoyasi asosidagi korxonalar faoliyat yuritmoqda. 2025-yilning yanvar-aprel oylarida respublikamizda aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 23.6 trillion so'mga yetdi. Ushbu turdagi xizmatlarning o'sish sur'ati 2024-yilning mos davriga nisbatan 122.9% ni tashkil etgan. Aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining umumiy hajmda eng katta ulush kompyuter dasturlashtirish xizmatlari hissasiga to'g'ri kelgan. 2025-yilning yanvar-aprel oylaridagi ulushi 44.9% ni tashkil etdi. O'zbekistonda 2025-yilning yanvar-aprel oylarida yirik korxona va tashkilotlar tomonidan 17 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarilgan. Bu ko'rsatkich 2024-yilning mos davriga nisbatan 26.1% ga oshgan. Iqtisod 24 dasturining bugungi sonidan o'rin olgan mavzu hamda tahlillarimiz ana shulardan iborat edi. Keyingi yakshanbada yana efir orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.